ikkinchi kursdan ishlayapsiz, to'g'rimi? Ha. Qanaqa tajribalar orttiryapsiz? O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Eldor. Familiyam Nuraliyev. Toshkent tibbiyot texnikumini talabasi bo'laman. Nega aynan tibbiyot sohasini tanladingiz? Ko'proq odam haqida o'rganish, ichki tuzilmalar va davosi haqida o'rganish ko'proq. Nazariya va amaliyot o'rtasidagi farqni qanday his qildingiz? Amaliyot bu kerakli narsa, lekin nazariy bo'lmasa bu qiyindek tuyuldi menga. Amaliyotda o'taganimizda ko'p narsalar nazariy o'rganmaganligimni tushundim va nazariy ham ko'proq kerakligini tushundim. Ikkalasini ham yonma-yon olib ketish kerak demak. Talabalik paytida qanday tajribalar orttiryapsiz? Hozir siz talabasiz, shunaqami? Nechinchi kurs? Ikkinchi kurs. Ikkinchi kurssiz. Hozir talaba bo'lib turibdi. Tajribalar ko'p orttiryapmiz. Asosan odamlar bilan bo'lgan muloqotda ko'proq tajribani orttiryapmiz deb o'ylayman. Rahmat sizga suhbat uchun. Rahmat sizga. Ishlaringizga omad.